Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Ertaga Monakoga qarshi o'yin oldidan Abduqodir Husanovning ahvoli qanday? Manchester City Yevropa Chempionlar Ligasining yangi mavsumini muvaffaqiyatli boshladi. Shaharliklar umumiy bosqichning birinchi turida Etihad stadionida Italiya chempioni Napoli darvozasiga ikkita to'p kiritdi. Muhim uchrashuvda Josep Gvardiola jamoasi darvozasini daxlsiz qolishiga eng muammo nuqta himoyaning o'ng qanotida juda ishonchli o'ynagan Abduqodir Husanovning hissasi katta bo'ldi. Endi Monako maydonida bo'ladigan ikkinchi tur uchrashuvi oldidan Manchester Cityda tarkib bilan bog'liq muammolar yig'ilib qolgan. Asosiy tarkibning bir necha futbolchilari Huddersfield va Burnleyga qarshi o'yin o'tkazilgan uchrashuvlarda jamoaga yordam bera olmadi. Bundan tashqari Sport Plus kanalimiz nufuzli manba sportsomali.co.uk ma'lumotlarga tayangan holda ayni paytda City Lazarettiya vaziyatda aniqlik kiritishga harakat qiladi. O'yinni kuchaytirib borayotgan Manchester City Yevropa Chempionlar Ligasi Monako bilan bo'ladigan uchrashuvda qatnashish uchun Fransiya janubiga safar qiladi. Josep Gvardiola shogirdlari Angliya Premyer Ligasining navbatdagi turida Burnley ustidan 5-1 hisobida zafar quchib musobaqa peshqadami Liverpool bilan o'rtadagi farqni 5 ochkoga qisqartirdi. Endi manchesterliklar bor e'tiborini ichki turnirdan olib, qit'a miqyosidagi o'yinga qaratishi lozim. Shaharliklar 2 nafar, ya'ni 2 hafta oldin Napolini yengish orqali boshlagan yurishi Fransiyada ham davom ettirishga bel bog'lagan. Manchester City muhim uchrashuv oldidan kadrlar muammosi yuzaga kelgan. Quyidagi vaziyat bilan tanishib olamiz deb yozdi sportsomali.co.uk reportyori Sebastian Sterling. Rodri oltin to'p sohibi shanba kuni Burnleyga qarshi maydonga tushmaydi. Josep Gvardiola Rodri unga og'ir jarohat olgan, tizzasi kuchli og'rib qolganini va o'yinda qatnashishga tayyor emasligini bildirgani aytildi. Rodri Fransiyada borishi kutilayotgan bo'lsa-da, murabbiylar shtabi uning salomatligini xavf ostida qo'ymoqchi emas. Rodrining uchrashuvda qatnashishi katta so'roq ostida turibdi. Abduqodir Husanov keyingi paytda Manchester Cityning eng asosiy o'yinchilaridan biriga aylandi. Xususan, o'ng qanot himoyachisi pozitsiyasini o'ziniki qilib oldi. O'zbek futbolchisi mavsum boshidan muammoli bo'lib kelgan bu pozitsiyada ketma-ket 4 uchrashuvda ilk daqiqalardan o'ynadi. Afsuski, Arsenal bilan bo'lgan markaziy uchrashuvda raqib futbolchisi bilan to'qnashuvdan keyin Abduqodirning bu seriyasi to'xtadi. Klubdan olingan ma'lumotlarga qaraganda 21 yoshli futbolchi jarohatdan qutula boshlagan. Biroq katta ehtimol bilan Husanov Monakoga qarshi maydonga tushmaydi. Avval ma'lumot berilgandek, Husanov 5-oktyabr kuni Brentford bilan bo'ladigan bahsda maydonga tushib, Josep Gvardiola jamoasi himoya chizig'ini yanada mustahkamlashi kutilyapti. Albatta do'stlar, hamyurtimizga nima bo'lganda ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Igor Sergeyevga Angliya Premyer Ligasidan takliflar tushdi. Sergeyev to'puralar jadvalida yana peshqadamlikni qo'lga oldi. Xabaringiz bor, Superliganing 23-turi ham yakunlanmoqda. Bugungi bo'lib o'tadigan 2 uchrashuv orqali tur o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu bellashuvlardan oldin Paxtakor hujumchisi Igor Sergeyev 14 ta gol bilan to'puralar jadvalida peshqadamga aylanib oldi. Sergeyev bugun bo'lib o'tgan Surxonga qarshi uchrashuvning 90+1 daqiqasida gol urib, to'puralar jadvalda birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Unda keyingi o'rinni 13 ta gol bilan Sogdiona futbolchisi Lyubcho Doriyev egallab turibdi. Jadvalning 3-pog'onasini esa Nasaf hujumchisi Husayn Norchayev 12 ta gol bilan band qilmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Superliganing bu yilgi mavsumini yakunlashiga 7 ta tur qoldi. Turnir jadvalda Ro'ziqul Berdiyev boshchiligidagi Nasaf klubi 52 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Ikkinchi pog'onani esa 45 ochko bilan Farg'onaning Neftchi jamoasi egallab turgan bo'lsa, Paxtakor 43 ochko jamg'argan holda 3-o'rinda bormoqda. Ana endi esa hamyurtimiz Igor Sergeyevga
Arsenal jamoasidan taklif tushgan. Bu xabarni rasman Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta tasdiqladi. Ya'ni Artetaning o'zi aynan o'zbek futbolchisi Igor Sergeyevga qiziqib qolgan. Ya'ni Igor Sergeyev aynan 90+1, 90+3 daqiqalarda tushib, gol urishi bu Mikel Artetada katta qiziqish uyg'otgani bejizga emas. Aynan mana shunday o'yinchilar Josep Gvardiolaga ham yoqadi. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham yana bir hamyurtimiz Igor Sergeyevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Igor" deb yozib qo'yishni unutmang va agarda Igor Sergeyev Arsenalga o'tadigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun yaxshigina xushxabar bo'ladi. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.